Ayni daqiqalarda biz Arnasoy tumani Baxtli mahallasidamiz. Bugun biz Halima opamni qurilish materiallari uchun ishlab chiqaradigan korxonasidamiz va hozirgina ko'zim ushbu voucherga tushdi. Ijtimoiy loyihalar tanlovida O'rolboyeva Halima Ziyodovna voucher bilan taqdirlanibdi debdi. Opajon, ushbu voucher berilgan ekan-a? Voucher berildi. Albatta yaxshi ishlagan uchun, yaxshi ishlaganlari uchun, ijtimoiy loyihalarda tanlov g'olibi bo'lganliklari uchun. Siz bu yerda necha yildan beri ishlaysiz? Men 1 yil bo'ldi ishlagan. 1 yil davomida siz bu yerda qaysi faoliyat yuritasiz? Qaysi sohada? Men povurman. Shu yerdagi ishchilarga. Albatta, bu yerda ishlaydigan barcha mehnatkash insonlarimizga o'zini shirin taomlarni tayyorlab beradilar. Albatta, ana endi kelinglar birgalikda bir mehnatkash o'zbek ayolini qurilish materiallarini ishlab chiqarish korxonasiga tashrif buyurganmiz va ayni damda Halima opam bilan suhbatlashamiz birgalikda. Halima opa, assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Albatta, bir mehnatkash o'zbek ayoli haqida gapiradigan bo'lsam, Halima opam timsolida aytishim mumkin. Albatta, bugun Halima opam qurilish ishlarida kerak bo'ladigan turli xil materiallar, qurilish materiallari ishlab chiqaryapti ekanlar. Albatta, hammasi eng asosiysi materiallari, mahsulotlarimiz sifatli, mustahkam va barcha qurilish ishlarida qo'l keladigan mahsulotlar. Uy ta'mirlayotganlar, qurilish qilayotganlar, qolaversa qurilish sohasida faoliyat yuritayotganlar uchun ham bu esa ayni muddao bo'ladi. Halima opa, ana endi biz ko'rib turganimizdek, ushbu terma panel ko'rib turibmiz. Xuddi o'zingiz boya ta'rif berganingizdek, maxsus terma techlarga biriktirilgan holda ishlab chiqaradi dedingiz. Ushbu terma panelimizdagi ushbu toshlarni esa qaysi mahsulotlardan tayyorlaysiz? Qayerdan olasiz asosan? Ximikatlar bilan, ximikatlarni Toshkentdan, Buxorodan, Samarqanddan olish mumkin. Namangandan. Bu toshlarni Qashqadaryodan. Mineral toshlardan olinadi. 2 yillik, 3 yillik shunaqa har bir ekstra shunaqa maxsus toshlar bor. O'shandan qilinadi. Ular hammasi Turkiyani kley bilan qorishma bo'lib, kimyo solinib qilingan narsa. Bu hech qachon tushmaydi. Buni mix bilan qirib bo'ladi. Hech narsa bo'lmaydi. Juda ham mustahkam. Issiqni saqlaydi, sovuqni saqlaydi. Mana shu insonlar ishlaydi. Misol hozir ozgina zakazlarimiz bo'lib, buni chiqarib yuborganimiz uchun hozir bugun klientimizni chiqarib olishimiz kerak. Hech qolmasa shuning uchun ozgina nima bo'lib turibdi. O'zi 2 soat, 3 soat shuni o'rgatish shunaqa bilan nima qilamiz. Ular ishlaydi o'sha yerda. Albatta, hurmatli bizni kuzatuvchilar, ko'rib turganingizdek, materiallar mustahkam, sifatli va har qanday holatda ham devorni tashqi qismi, ya'ni fasad qismlarini, travertin sohalarni chiroyli qilib bezak sifatida o'tab beradi. Endi ushbu ajoyib mahsulotlarimizni, qurilish materiallarimizni ishlab chiqarishda aslida o'zi bo'lmaydi. Bunda yordamchi qo'llar ham kerak bo'ladi. Halima opa, adashmasam Qahramon aka siz bilan necha yildan beri birgalikda ishlaydi va Qahramon aka siz ham ushbu ishlash jarayonidagi marhamat o'zingizni batafsil ma'lumotlaringizni berib ketsangiz. O'sha bu soha bo'yicha men bu mana shu yerda ishlab yomon bo'lganim yo'q. Men nogironlik deb mana bu kishi mana o'rgatdi shuncha narsani. O'rgatgani uchun yotog'i, yeb ichishi hammasi joyida. Mana shu yerda mana shu narsalarni o'rganyapmiz. Mana o'rganyapmiz shu ish orasida. Mana shu nimani mana odamlar pulga ishlab o'rganyapti. Misol, endi bizning davlatimiz mana Mirziy Otaxon shu narsalarni chiqarib qo'ygan ekan. Shunga birovga birov sabab degandek, mana shu ayol sabab bo'lib, mana shu yerda biz ishlab ham o'rganyapmiz, ham mana shu narsalarni chiqaryapmiz. Allohga shukr, mana uyimga borib kelmayman. Yeb ichishim, yotog'im hammasi shu yerda joyida. Mana shu ayolga rahmat. Umridan baraka topsin, kam bo'lmasin. Mana shularda o'tirib, qiynalmasdan, mana shularda mana bu toshlardan mana shu yerda qilinadi. mana shu apparatlar ishlab, mana shuni misol birovlar puliga ishlayapti, mana o'zlaring guvoh bo'lyapsizlar. Uzoq joylardan kelyapti. O'shaning uchun Allohga shukr, Mirziy Otaxonimizga ham rahmat. Kam bo'lmasin, umridan baraka topsin. Mana bu kishilarni o'sha narsani chiqargani uchun shunga shu kishilar sabab bo'lib, mana shu narsani amalga oshirib, bizga o'xshagan nogironlarni nima qilib, yig'ib, mana shu narsalar o'rgatib, o'sha narsalarga shu kishi sababchi bo'lib, bir og'ir ish emas, bir yengil ish mana shuni chiqaryapmiz. Rahmat, marhamat Halima opa. Ishlash davomida bilaman, bu oson emas. Bitta o'zbek ayol uchun bu narsa oson emas. Aslida erkaklarning vazifasi bo'lgan sohada ishlash sizga og'irlik qilmayapti. Yo'q, men qandaydir erkaklarning ishlarini ko'rib o'rganganini, o'zimdan shogird chiqarganimga
qandaydir xursand bo'lib dam olaman. Ishim bilan shunga o'zimni o'rnab, menda qo'shimcha farzandlarimni uyga joylab kelgan. Bitta qizim bor. Shuning uchun endi shu qiladigan ishim nevaralarimni bir ko'rib kelganda bo'lsa, bekor vaqtimda faqat shu narsalarni stroykaga boshlab qiziqib kelaman. Shu narsani qilishga harakat qilaman. Qanchalik insonlar o'rganib, zo'r bo'lib ketsa, men yana g'ururlanib, o'zimni bir yaxshi his qilaman. Odam zotda hobisi bo'ladi-ku. Shu ishda ham agorod qilish, shu nima qilish, shunaqa narsalar, uy qurish, shunaqalar meni hobbim, qandaydir bir o'zimda bir qandaydir bir kuch keladi, xursandchilik shuni bilan maza qilaman. Albatta ko'rib turganingizdek, ushbu tayyor qurilish materiallarimiz jahon standartlariga mos keladigan holda Halima opam tomonidan qolaversa, Halima opamning shogirdlari tomonidan qahramon aka, qolaversa ishtiholik ustolarimiz tomonidan siz azizlarga taqdim etilib borilyapti. Shunchaki sizlarni bu yerga kelib tashrif buyurib, o'z ko'zlaringiz bilan ushbu tayyor mahsulotlarni ko'rishingizni istagan bo'lardik. Halima opa, qolaversa yana qanaqangi tayyor mahsulotlaringiz bor? Bu yerda nafaqat termopanellar, qolaversa Hozirgi kunda tayyor mahsulotlarimiz mana termopanel bor. Termopanel tayyor mahsulotlarimiz chiqyapti. zakazda devorni tashqi fasad qismiga-da, shundaymi? Bu ham xuddi shunday issiq saqlaydi, salqinda nima qiladi, issiq qiladi, shunaqa. Nima deydi, hozir kechiringlar meni. Sovuqda issiq saqlaydi uyda, issiqda salqin saqlaydi. Termiz rolini o'ynaydi. Bu termopanel, termotravitin. Mana zakazlarimiz tayyor bor. Bu yerda xonada bor. O'sha bir где-то 220 kvadratlar chiqqan. Tayyor. Yana ishlab chiqarishlarimiz, hozir apparatimiz bor, nimaga solib qo'yganmiz. Shlaka blok chiqaradigan apparatimiz bor. Xitoydan olib kelganman. 22 ming dollarga o'sha bor. Keyin nima bor? Gaza blok chiqaradigan apparatlarimiz bor. Penalombozlarimiz bor. Gipki kamin chiqarayotganimiz bor. Shu narsalarni olib kelib qo'yganmiz. Rahmat. Hozir davlatimiz rahbari hurmatli. Mana qishda kunida bir joydan bir so'm pul kelmaydi. Mana shu ayolga rahmat, kam bo'lmasin, umridan baraka topsin. Mana qishi bilan mana shu narsalarni chiqarib, mana shu narsalar bilan o'ndirib, shu narsalarni qilib chiqartirib, berdi, rahmat, kam bo'lmasin. Mana shu narsalar bilan shug'ullanib, shu narsalarni chiqarib, mana ancha-muncha qo'ldan kelib qoldi, o'rganib qoldik. Rahmat. Rahmat. Ko'rib turganingizdek, oddiygina qishloqdamiz. Oddiygina o'zbek ayoli timsolida bugun siz buyuk ishlarni guvohi bo'lyapsiz. Hurmatli jizzaxliklar. Nafaqat sizni yaqinginangizda, biz hozir Samarqand viloyatidan tashrif buyurdik, ammo sizni yaqinginangizda bir o'zbek ayoli tomonidan qilinayotgan ushbu ishlarni siz kelib bemalol ko'rib, hamkorlikka ham olishingiz mumkin. Qolaversa, ushbu tayyor mahsulotlarimiz, travertin sohasidagi tayyor narsalarimiz albatta har bir o'zbek oilasi uchun kerak bo'ladigan tashqi fasad, xonadonlarni tashqi qismini, fasad qismini chiroyli qilib beradigan mahsulotlar, hammasi qurilish ishlarida asqotadigan materiallar. Faqatgina sizdan kelish qoldi, ko'rish qoldi, yoqsa esa xarid qilish qoldi, xolos.